1526-yil 21-aprel tongi. Panipat kengliklari. Havoda og'ir sukunat, chang va o'lim hidi anqiydi. Bir tarafda Farg'ona vodiysidan chiqqan taqdir shamollari uni shu yerga yetaklagan Zahiriddin Muhammad Bobur. Uning ortida bor yo'g'i 12 ming sodiq navkar turibdi. Ro'parasida esa Dehli sultoni Ibrohim Lodi. Uning ortida 100 minglik devdek qo'shin va 1000 ta dahshatli jangovar filsaf tortgan. Nisbat 1:10. Har bir Boburiy askariga 10 ta dushman to'g'ri kelardi. Lekin Boburda Ibrohim Lodiyda yo'q narsa bor edi. Temuriylar qonidagi harbiy zakovat va o'sha davrning yashirin quroli, o't so'char to'plar, zambaraklar. Jang boshlandi. Hindiston osmonida ilk bor momaqaldiroq emas, Boburning to'plari gumburladi. Bu tovushdan dahshatga tushgan minglab fillar o'z egalarini payxon qilib ortga qochdi. Lodi qo'shini sarosimada qoldi. Ayni shu damda Bobur o'zining mashhur to'lg'ama usulini qo'lladi. Uning yengil va tezkor otliqlari dushmanni ikki qanotdan yarim o'y shaklida o'rab oldi. O'q yomg'iri ostida qolgan 100 minglik qo'shin siqilib bir joyga to'planib qoldi. Ular o'z sonining ko'pligidan emas, tartibsizligidan mag'lub bo'layotgan edi. Bobur qo'shini soat mexanizmidek aniq ishladi. Bu shunchaki qirg'in emas, bu oliy darajadagi harbiy san'at edi. Yarim kun, atigi yarim kun ichida 12 ming askar 100 minglik qo'shinni tiz cho'ktirdi. Panipat tuprog'ida Ibrohim Lodi halok bo'ldi. Ammo shu tuproqda 300 yildan ortiq hukm suradigan buyuk Boburiylar saltanati unib chiqdi. Bobur bu g'alabani qilichning kuchi bilan emas, aql zakovati va irodasi bilan qo'lga kiritgan edi.